Fazilat tərbiyesi ata-onadan başlandı namlı kitabının davamı huzurunlarda. Mikrofon aldıda Alinur Abduseydar. Күнді faqat 2 saatli öğreniş. Bizning atrofimizda mundaq balalar intayin ko'p. Ularning bilim elish arzusi kuchlik, o'rganishdimi tirishchan, biroq o'rganish natijasi hamisha yaxshi chiqmay qoladi. Ba'zilar bu xil hodisni bundaq balalarning talantinin yetarsiz bo'lganligidan deb qaraydi. Bu xil qarashning asosi yo'q. Professor Hoyes ikkimiz natijasi yaxshi bo'lmagan bir qism balalarga nisbatan tekshirish elib bordik. Hamda ularning ko'p qismining o'rganish usulida masala bor ekanligini bayqadik. Ya'ni ular balalik mezgilida nihoyat qattiq va o'lik usulda tarbiyalangan. Nurg'un oila boshliqlari bola tarbiyasiga nisbatan xato ko'z qarashga ega. Ular o'rganish nihoyat jiddiy va astoydil muomala qilishga tegishli masala. O'rganish jafo chekishdan darak beradi deb qaraydi. Yana dahi bugun jafoning urug'ini solsang, kelgusida baxtdan usul olsan degan hikmatli so'zni bu qarishining dalili qiladi. Biroq dal mush qarash bilim o'rganayotgan ash bolalarga chidog'siz besim elib kelib, ularni o'rganishga ish ichidan o'sh qilib etadi. Real turmushda badal to'lash bilan erishish o'tirsiga hamisha tanglik belgisi qo'yib bo'g'il bo'lmaydi. Qilgan ishdan usul elish uchun tegishlik badal to'lagandan boshqa yana muvofiq usulning bo'lishimi intayin muhim. Usul to'g'ri bo'lmaydi ekan, har qancha ko'p emgak singdirgan bilanmi yaxshi usul aql bo'lmaydi. Bolalarning o'rganishimi ana shunga o'xshaydi. Chunki odamning zehni va o'rganish qizg'inligining muayyan cheki bo'ladi. Shunga qandaq qilganda o'rganish unumini o'stirgil bo'lganligi biz o'ylashga tegishli muhim masaladir. Nurg'un ota-onalar bolalarining o'rganish qilmayotganligiga bosh qatiradi. Halbuki men doim kichik Williamni o'rganishni to'xtatib birdam o'ynab kirgin deb eskartib turaman. Amaliyotda kichik William uchun o'rganish bilan o'ynash asosan o'xshash bir ish. Men aytayotgan o'yin sirtlik o'yin va harakatdan iborat. Yoki bo'lmasa boshqa bir xil o'yindan iborat. Ko'p vaqtlarda boshqa bolalar uyda jafolik o'rganayotgan chaqda William o'yin orqali nurg'un narsalarni o'rganib olgan bo'ladi. Bizning qo'shnimiz Mor xonim buningdan bakma hayron qiladi. U mendan William kun bo'yi o'ynab yuradi. O'rganishga hech qancha vaqt sarf qilmagandek ko'rindi. Biroq yana nimishqa natija shundoq yaxshi deb so'raydi. Men uningga u rostli kun bo'yi o'ynaydi. Ammo o'ynayotgash o'rgindi-da. Chunki u o'yin orqali o'rganadi yoki o'rganish orqali o'ynaydi deb javob berdim. Mening Williamning o'rganish ahvolini bundoq suratlashim hargizmi gapdonlik qilib boshqalarni og'zim qatish uchun emas. Amaliyat ana shundoq. Albatta, William Mor xonim aytganda kun bo'yi sirtda o'ynab yurmaydi. Amaliyat u xuddi boshqa bolalarga o'xshash har kun kutubxonada bir hazo o'rganadi. Kutubxona uning nisbatan kishini maftun qiladigan bir joy. U kitobni tutib uzoq vaqt bilim dengiziga sho'ng'ishni xohlaydi. Ko'p qism ota-onalar bolasining uzoq o'ltirib jafolik o'rganganini ko'rsa xushal bo'ladi. Biroq Margaret ikkimiz Williamga mundaq bir tuzum bekitib berdik. Kundalik umumiy kitob o'qish vaqti 2 soatdan eshib ketmasligi, uda o'rganish qilish vaqti 1 soatdan eshib ketmasligi kerak. Bir qatim ziyorat qilib kelgan bir ayol o'qituvchi Williamning o'rganish natijasini bilgandan keyin mendan "Veyter apandi, bolangiz shundoq ko'p bilimlarni o'rganibdi. U cho'qim bak tirishchan bola bo'lsa kerak-a?" deb so'radi. Shundoq, u haqiqatan tirishchan deb javob berdim. Qaraganda yaxshi natijaga erishish uchun boshqalar qaraganda texnik ko'proq tirish lozim ekan. Mening o'quvchilarimning ichida bir qanchasi nihoyat tirishchan. Ular kunda 6 soatdan ko'proq o'rganish qiladi, dedi u yana. Shundaqmi? So'radim men. U mening o'z so'zim to'g'ri topmaganligimni his qilib, "Veyter apandi, undaqda sizning bolangiz kunda qancha vaqt o'rganish qiladi?" deb so'radi. Men uningga Williamning kunda 2 soat o'rganish qilganligini aytganimda, u to'lima hayron qoldi. Ba'zida uning kitob o'qish arzusi bak kuchli bo'lib, kitobni qo'ldan tushirgisi kelmay qoldi. Bundaq chog'larda men qoidani buzib, uning 1 soat ko'p o'rganish qilishiga ruxsat qilaman, dedim. Gapingizga qaraganda uning kundalik o'rganish vaqti eng ko'p bo'lgan 3 soatdan oshmaydi ekan. U shundoq ko'p bilimlarni o'rganibdi. Yana taq bir qancha xil chet el tilida so'zlayoladi ekan. Bu ishlarni kunda faqat 3 soatli vaqt sarf qilib qandoq o'rinlab bo'g'il bo'lsin? Faqat talant egalari shundoq qila oladi. Siz Williamning talanti boshqa bolalardan yuqori emas demaganmidingiz? Darvaqa u hargizmi boshqa bolalardan talantli emas. Balkim uning o'rganish usuli boshqalardan yaxshi bo'lsa kerak. Biz paranglashayotganda William bir kunlik o'rganishni tamomlab kutubxonadan chiqib keldi. U mehmondan adab bilan tinchlik so'radi. Bu ayol Williamni ko'ribla taqatsizlik bilan
William, sen rastlı bir günde faqat 2 saatlik öğreniş qılamsan? Dep so'radi. Williamning shundaq degan javobini anglagandan keyin u ayol yana, "Acaba sen bir necha soat ko'proq o'rgansang bo'lmamdi?" deb so'radi. William kulimsirab menga bir qarab etgandan keyin mehmonga, "Shundaq qilsam bo'ladi, biroq dadamning menga belgilab bergan vaqt faqat 2 soatla", dedi. Ayol menga burilib, "Men faqat tushunalmadim. Balaning ko'proq o'rgangisi bor ekan. Bu yaxshi ish tursa, nima ishga uni ko'proq o'rgangil qo'ymaysiz?" deb so'radi. "O'rgangil qo'ymayman emas, balki uning bir xil usulda o'rganishiga qarshi. Balalar o'rganishga tegishli bilimning hammasini kitobda bo'lishdan notayin. U sirtlarga chiqsa, cho'nglar bilan paranglashsa, kichik do'stlar bilan birga o'ynasam o'xshashliq narsalarni o'rganalaydi. Atdeganda kechgacha uyga solinib o'tirishning nima hojati? Harakat qilmay o'tiraverish salomatlikka ziyonli. Amaliyotda Williamning yeshidagi bolalarning o'rganish iqtidori biz cho'nglarga qaraganda kuchli bo'ladi. Kunda zehnini yig'ib 2 soat o'rganish qila olsalar, shuning o'zi yetarli. Men har qatim uning o'rganish qizg'inligi yuqori pallaga chiqqanda, kitobni qo'yib qo'yg'isi kelmagan chog'da uni o'rganishdan to'xtataman. Bundaq qilishim uning o'rganish qizg'inligini uzoqcha saqlab qolish uchundir, dedim. Nurg'un ota-onalarmi xuddi mushu ayol o'xshash bolaning kishi rozi bo'lgudek natijaga erishish uchun cho'qim ularning o'rganish vaqtini uzartish kerak deb qaraydi. Professor Xoyis uzoq mazgillik kuzatish orqali o'rganish vaqtining uzoq bo'lishi bolalarga foydali emasligini bayqadi. Nurg'un bolalarga nisbatan 2 soat bir qatimliq o'rganishning eng yuqori vaqt cheki. Mo'shchakdan eshib ketganda bolalarning zehni chechilishga boshlaydi. Bundaq chog'da yana davomli o'rganganda bola o'rganishdan zerikishga boshlaydi. Tajriba natijalari isbotladiki, bolalarning zehnini yig'ib 30 minutdan 60 minutgacha o'rganishi uzoq vaqtlik o'rganishdan ko'p unumli bo'lib, buningdagi oshqo'sh zehnini markazlashtirgan yoki markazlashtirilmaganligida. Shuning uchun William uyda o'rganish qilganda bizning yetaklashimiz zarur bo'lmagan ahvolda Margaret ikkimiz hargiz uning daxli qilmaymiz. Uning o'rganish vaqti uzrab ketgudek bo'lsa, uning qaytib chiqib harakat qilishini eskartimiz. Bir qatim William hujrasida ta'sirlik bir matematika masalasini yechayotganda masalaga ziyoda berilib ketgachga biz belgilab bergan vaqtni unutib qoldik. Men uning yarim soat o'simi qaytib chiqmaganligini ko'rib, uyga kirib uningga "William vaqt to'shdi, birdam o'ynab kirgin", dedim. "Dada, bu masalani to'q ishlab bo'lanmadim", dedi William. "Ishlab bo'lamagan bo'lsang qo'yib turgin, birdam harakat qilib, ondan ishlasang o'yinim texim yaxshi bo'ladi", dedim men. "Bu savol bek taskan, mushuni ishlab o'tib, ondan dam olay", dedi u. Men uning mashq daftarini olib qarsam, uning ishlayotgani murakkab bir hisobgan. Bu savolning qiyinlik darajasi boshlang'ich maktabning 5-yilqining saviyasiga yetgan bo'lib, shu chog'da William texi amdil 4 yoshga kirgan edi. Lekin William night tirishchan bola bo'lib, ash hisobni ishlatmaycha bo'ldi qilmaydigandek turadi. Men daftarni ustalga qo'yib uningga, "Bu hisob rostida taskan. Biroq men sening uni ishlayoladiganligingga ishonaman. Sen orom olmasang, meningmi ishlamas bo'lib qoladi. Menga ishon, William. Avval gullik chiqib ko'chatlarga suv qo'ygin. Bu hisobni hargiz o'ylamagin. Qaytib kirgan vaqtingda hisobni cho'qim tezda ishlab chiqa olaysan", dedim. William mening gapimni anglab, gumansirgan holda ishni to'xtatdi va men bilan birga gullik chiqib, bog'vanchilikni boshlavatdi. U ko'chatlarga suv qo'yayotganda men uningga, "William, sen o'zingni kontrol qilishni bilishing kerak. Sening bir ishni xili ko'p kuch sarf qilib bir boshqa qilib chiqolmaganliging, kallangning to'xtab qolganligini ko'rsatadi. Bundaq chog'da qancha kuchsang kallang shuncha o'tmaydi. Agar o'zingni boshqarishni bilsang, kayfiyatingni darhol tangshab, u masalani qaytadan o'ylasang, kallangda yangi fikr yo'li ochiladi. Mana shu chog'da zehningni yig'ib bu ishni qilsang, biroqla muvaffaqiyat qozonsan", dedim. Gullikda yarim soat turgandan keyin Williamning kayfiyati xili ozodlashib qoldi. U kutubxonaga qaytib kirib, necha 10 minutdan keyin masalani yechib chiqdi. U xo'shal holda, "Endi bildim, buningdan keyin qiyin masalaga uchursam, gullikka berib kallamni orom oldirib kiraman", dedi. Margaret ikkimiz tushanganda qilib kuldik. Biz uning masalani yechib chiqarganligi uchun emas, eng muhimi uning bir qoidani o'rganib olganligi uchun kuldik.